also moves by his balance. Day and night, opposites. Male and female, opposites. Ease and hardship, opposites. And then Allah reveals the divine equation. There are two paths in life. One leads to ease and one leads to hardship. But here is the miracle of this surah. Allah does not say the path to ease comes from working harder. Allah does not say the path to abundance comes from wealth. Allah does not say success comes from being talented, connected, or lucky. Instead, Allah reveals a formula so simple, so accessible, so spiritually heavy that when you recite it at night with sincerity, your entire destiny can shift. Surah Al-Layl teaches that risk is not just earned, it is opened, it is delivered, it is guided, it is accelerated, it is protected, it is blessed. Some people earn millions but receive no barakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Some earn little but live like kings with serenity, ease and abundance. Because true risk is not counted in money, it is measured in ease, doors opening, barakah, opportunities, heart peace, divine help, timing and hidden blessings. Surah Al-Layl reveals exactly why some people live in divine ease and why others struggle even when they work endlessly. This is why this surah is not just about risk, it is about divinely assisted risk. A type of success that requires no burnout, no chasing, no sleepless desperation, no begging creation, just sincerity, faith, generosity, and trust. And when recited at night, when the world sleeps and the heart is open, this surah becomes a spiritual ignition switch. Tonight, we uncover that formula. My beloved brothers and sisters, before Allah subhanahu wa ta'ala reveals the secret formula of ease and risk, He opens Surah Al-Layl with 3 divine oaths. And whenever Allah swears by something, it means what follows is not advice, not motivation, not encouragement, but a spiritual law, a truth of the universe, a rule written into creation, a principle that cannot be broken. So Allah begins, by the night as it envelopes. When the night spreads, everything becomes still. Noise fades, distractions disappear, hearts soften, worries rise. The world sleeps, but the soul wakes. The night is a symbol of the unseen, the quiet moments where Allah is working behind the scenes in ways you cannot see. Most of your risk, most of your blessings, most of your breakthroughs begin in the dark, silently, invisibly, gently. Because Allah's mercy often works in the background long before it shows in your bank account, your life, or your destiny. Then Allah says, and by the day as it appears, the day exposes what the night hid. The efforts you made quietly begin to show. The blessings you couldn't see become visible. The help Allah sent during the night becomes clear during the day. Night is the unseen plan. Day is the revealed plan. And Allah is telling you your risk has a rhythm, just like night and day. There will be moments of darkness where you feel nothing is happening, and then suddenly a day will come when everything becomes clear. But Allah doesn't stop there. And by He who created the male and female, why this oath? Why mention pairs? Because Allah is reminding you, just as He created male and female, He created opposites in everything. And your life also moves through opposites, struggle and ease, loss and gain, tightness and expansion, fear and relief, hardship and breakthrough. Your risk is the same. Sometimes it flows, sometimes it pauses. So, me times it hides, sometimes it pours. Everything in creation is balanced, paired, and purposeful, including the spiritual laws that govern abundance. So before Allah reveals the formula of ease and risk, He prepares your heart with these oaths. Night, unseen blessings. Day, visible blessings. Pairs, divine balance. Because Allah wants you to understand something crucial. Risk is not chaos. It is balance. It is order. It is divine timing. It is alignment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Həcc vaxtidəki belgilənən qurbanlıq günlər təşrif günləri bilən Hid günü olub, cəmi 4 gündür. Bəzilər belgilənən qurbanlıq günlərini Zülhəccə ayının 5-dən qurbanlıq qıladigan günlərgəcə bolğan günlər deyə qaraydı. Sizlər qurbanlıqlarını göşüdün yeyinglar, qiyin ahvaldakı muhtajlarga beringlar. Özünün qurbanlığından yeyiş ixtiyari iş bo'lib, yesimi bo'ladi. Yemay hamını peqirlarga tarqitib vəsimi bo'ladi. Amma peqirlarga azraqını bolsunmu, tarqitish farzdir.
Peyqirlarga tarqitish bilan o'zimi birga yeyish islomiy qarindoshlikni va barobarlikni his qildirgan yaxshi ishdir. İmam Şafi'i mundaq degan: Qurbanlıqның go'shi bilan peyqirlarni g'izolantirish farz. O'zimi yeyish mubahdir. Go'shning hammasini peyqirlarga tarqitib etmasimi bo'ladi. Ammo uning hammasini o'ziga yeversa odat topmaydi. Bu hajdagi qurbanlıqның go'shining hukmidir. Ammo haj ibodatini o'rnash jarayonida xatolik o'tkazib qo'yganlik tufaylidan kafarat uchun qon qilish to'g'ri kelsa, uning go'shidan o'zi yemaydi. Hammasini peyqirlarga tarqitish farzdir. Ondan hajilar sochini tushirish yoki qisqartish orqali ehromdan chiqqandan keyin yuyinib cho'ng tozalik qiladi. Ondan masjidi haramga kirib farz tavofni qiladi. Bu tavof ifoza deb ataladi. Bu Alloh taolaning mush ulug' ibodatga muyassar qilganlik yusidan shukr ado qilish uchun qilinadi. Muhim nuqtalari: birinchi, ömrü ichida bir qatim haj qilish jismoniy va iqtisodiy jihatdan qudrati yetgan musulmon odam uchun farzdir. Ikkinchi, haj kunlarida Makkada ve Mina, Arafat qatorliq joylarda tijorat qilish joizdir. Üçüncü, Allah Teala'nın nimetleri her vakit ve her joyda şükür qilishni taqozo qiladi. To'rtinchi, hajda qurbonliqning go'shtidan qurbonlik qiluvchining o'zi yesi bo'ladi. Ammo xatolik sababli qurbonlik qilingan mal, ya'ni damning go'shtidan o'zi yemaydi. Balki hammani Makkaning peyqirlarga tarqitish lozim. 5. Hayitning birinchi kuni shaytonga tash etib bo'lgandan keyin chashni tushirish yoki qisqartish vojibdir. 6. Arafatdan qaytgandan keyin Ka'bani tavof qilish farzdir. Bu tavof ifoza deb ataladi. Dinning ahkomlarini ulug'lash haqida ko'rsatmalar. Bismillahirrohmanirrohim. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحتفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tercümesi: Hac ibadeti ana şudur. Kimki Allah'ın dinini, ahkamlarını ulug'lasa, bu ulug'lash Rabbinin dargohida uning o'zi uchun yaxshidir. Sizlarga hayvonlarning ichidan Qur'onda haromlikqa bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Butlardan iborat nejisdan yiroq turinglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga hech narsani shirik keltirmay, taat ibodatlar bilan uningga yuzlaninglar. Kimki Allohga shirik keltirgan, u go'yo osmondan tashlanib qushlar uni ilib qochgandek yoki uni bo'ron yiroq joyga tashlab o'tgandek bo'lib qoladi. Allah'ın buyrug'ini mana mushudur. Kimki Allah'ın dinining simvolik alomatlarini ulug'laydi ekan, shaksizki bu dinlarning taqvodorligidandir. Sizlar haramga hadiya qiladigan mollardan belgilangan bo'g'izlash vaqtigachilik foydalansanglar bo'ladi. Ondan uni bo'g'izlashga tegishli joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. Har ummat Allah ularga rizq qilib bergan chorvalarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. O insanlar sizlarning ilahinglar bir ilahdir. Uningga bo'ysuninglar. Ey payg'ambar, itoatman kamtar kishilarga jannat bilan xush xabar berdim. Ular shundoq kishilarki, Alloh yaratilsa, ularning dillari titraydi. O'zlariga yetgan arziyatlarga sabr qiladi. Namozni mukammal o'qiydi. Ularga biz
rizq qilib bergan narsalardan Alloh buyurgan yo'llarga sarf qiladi. Tafsiri: haj qilishning qoida tartiblari va cheklamaları ana shundaqdir. Kimki Alloh taolaning dinining ahkomlarini, jumladan hajning ahkomlarini ulug'lasa, cheklamalarga rioya qilsa, Alloh taolaning cheklamalarini ulug'laganlikdan, ihromlik holatida ma'ni qilingan ishlardan yiroq tursa, bunday qilish u kishi uchun Alloh taolaning dargohida to'limi yaxshidir. Mujahid hurmatillah degan oyatga Makka, haj, umra va Alloh cheklagan ishlarning hammasidir deb ma'no aytgan. Allama Qurtubi hajning amallari va andan ular badanlaridagi kirlarni tozalasin, o'z ustiga olgan ibodatlarni ado qilsin, qadimiy uy Ka'bani tavob qilsin degan oyatda bayon qilingan masalalardir degan. Shak shubsizki haj ibodati ham iqtisodiy ham jismoniy ibodatdir. Haj ibodat ishida qurbonlik qilishim bo'lganligi uchun qanday mollarni qurbonlik qilishga va go'shtni yeyishga bo'lganligi, qanday mollarni qurbonlik qilishga va go'shtni yeyishga bo'lmaydiganligini bayon qilish zaruriyati tug'ilgan bo'lib, Alloh taolo mundaq degan: sizlarga chorva mollardan Qur'on Karimda haromligi bayon qilinganlardan boshqa hammasi haloldir. Bu mollardan qurbonlik qilish va go'shtni yeyish sizlarga halol qilindi. Masalan, Maida surasidagi bunu oyatga o'xshash: Hurrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinzir. Yani sizlarga o'z o'lib qolgan molning go'shti, qon cho'chqa go'shti harom qilindi. Yani Alloh taolo sizlarga ma'lum hayvonlarning go'shtini yeyishni halol qilgan bo'lib, sizlar uni yenglar. Alloh taolo yana sizlarga o'z o'lib qolgan yoki yuqoridan yiqilib ketib o'lgan mol, shundoqla Qur'on Karimda haromligi bayon qilingan mollarning go'shtini yeyishni harom qilgan bo'lib, ularni hargiz yemanglar. Sizlar xuddi mushriklar bir qancha butloq tug'ib bo'lgan to'gining go'shtini yeyishni o'zlariga harom qilganga o'xshash, Alloh taolo sizlarga halol qilib bergan malning go'shtini o'zinglar harom qilib olmanglar. Shundaqla kofirlarning o'z o'lib qolgan malning go'shtini yeginiga o'xshash, Alloh taolo harom qilgan narsalarni halol sanashdan va iste'mol qilishdan saqlaninglar.
Allah Taala musulmonlarni dinning ahkamlarini ulug'lashga, dinda buyurilgan va ma'ni qilingan ishlarga hurmat qilishga va dinning cheklimlariga rioya qilishga da'vat qilib, bundaq qilishning Alloh taoloning dargohida shu shaxsning o'zi uchun to'liq yaxshi va to'g'ri ekanligini bayon qilgandan keyin ularni butlarga cho'qinishdan va yolg'on guvohlik berishdan yiroq turishga buyurgan. Chunki Alloh taoloni bir deb e'tiqod qilish, uning shirki yo'qligini jakarlash, so'zda rostchil bo'lish, yolg'on guvohlik berishni saqlash qatorliqlarning hammasi Alloh taoloning dinining ahkomlaridan sanaldi. Qur'on Karim yolg'on guvohlik berib, birovga haqsizlik qilishning gunohining og'irligini bildirish uchun yolg'on guvohlik beruvchilarni mushriklar bilan bir o'rinda qo'ygan. Yana bir tarafdan Alloh taologa shirik keltirishmi yolg'on guvohlikning bir turidir. Chunki mushriklar yolg'onni o'ydirib, o'zlarining butqa cho'qinishini yo'lliq va Alloh buyurgan ish deb qaraydi. Shunga Alloh taolo musulmonlarni yolg'on guvohlik berishni to'sish orqali barcha cho'q gunohlardan to'sgan. Chunki yolg'on guvohlik berish va yolg'on so'zlash barcha yomonliklarning boshlamchisi va cho'ng gunohlarning muqaddimasidir. Allah Teala'nın butlarga çoğunuşunu paskınlıq deb sifatlaydi. Allah Teala butlarga çoğunuşunu paskınlıq deb sifatlaydi. Çünki paskınlıq adətdə sesiq pıraydigan yerginişlik narsalarni ko'rsatadi. Xuddi tabiati sağlam, aqli joyida bo'lgan odam paskın narsalardan yergengandek Allah Teala'ni qo'yib butlarga cho'qinishdanmi albatta yergindi va bu xurofotni qat'iy qabul qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalarga cho'ng gunohlarni bayon qilib berib, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-ishtiraku billah ve uququl valideyn. Yani bilinglar ki en çok günahlar mahlukatni Allah'a şirk keltirish, ata-onani qaqshatishdir deb davitib, yo'linib o'tirgan yerdan tizilib o'tirib jiddilik bilan ve shahadatu zur, yani en çok günah yolg'on guvohlik berishdir deb 3 qatim takrorlagan. Ma'lumki, bir qatimlik yolg'on guvohlik sababidan nahaq qon to'kildi, oilalar vayron bo'ldi. Narasida bolalar yetim bo'ldi. Bundan boshqa yolg'on guvohlikning keltirgan fojialarini deb tugatgani bo'lmaydi. Alloh taoloni qo'yib butlarga cho'qing'uchilar yoki Alloh taologa ibodat qilish bilan birga butlarga cho'qing'uchilar o'zlarini halokatga otquchilardir. Mundaqlar xuddi egizdan yiqilib tushgan, badallarini uchar qanotlar cho'qib yeb, qiymi-chiymi qilib o'tgan odamga yoki qattiq bo'ron uchratib yiroqlarga tashlab o'tgan odamga o'xshashdir. Alloh taolo o'ziga shirik keltiruvchilarni osmondan tushib ketganlarga o'xshatgan. Chunki bundaqlar o'zining yaratquchisi, rizq berguvchisi bo'lgan mehribon Alloh taoloni tanimay, o'zlaridan tuvan darajada turgan shu butlarga, hayvonlarga cho'qinganlik uchun ular insonlik martabasidan va insonlik qadridan tushgan. Odamiylikdan ayrilib, eng chunqur azgonlarga tushib ketgan baxtsizlardir. Shuni bilinglarki, Alloh taolaning dinining simvollik alomatlarini ulug'lash va bularga rioya qilish dillarning taqvoliqidandir. Chunki Alloh taolaning bizga haj va boshqa ibodatlarning usullarini, qoida tartiblarini va ahkamlarini bildirganligi bizni uningga muyassar qilganligi amaliyotda Alloh taolaning bizga ato qilgan katta sovg'asi bo'lib, bularning hammasi ulug'lanishga va yaxshi muhofazat qilinishga tegishlidir. Shaira degan so'zning ko'plik shakli bo'lib, alomat belgi degan ma'noni bildirdi. Sha'airalloh degan oyat Alloh taolo bandalarini ulug'lash orqali savob tepish uchun qilib bergan alomatlardir. Bular dinning simvolik alomatlaridir. Masalan, ihrom alomat, takbir alomat, tavob alomat, sa'i alomat, shaytonga tosh etish alomat va hokazo. Bu ishlar Alloh taolo ulug'lagan va bizni ulug'lashga buyurgan ishlardir. Bazı ulamolar bu oyatdan Ka'baga ilib berilgan qurbonlik to'ygalar maqsad qilinganligini ilgari surgan. Buningga asosan Sha'airalloh degan oyatning ma'nosi qurbonlik to'ygalarni hurmatlash, asrash, qurbonlik qilishdan iborat bu ibodatni ulug'lash deganlik bo'ladi. Alloh taolo yana deydiki, sizlar qurbonlik qilmoqchi bo'lgan, haydab akelgan to'yga kola, qo'y va o'shka qatorliq chorva mollardan bo'g'izlash uchun belgilangan vaqtga qadar foydalansanglar bo'ldi. Ya'ni qurbonlik uchun atalgan bu mollarni qurbonlik qilish uchun Makkaga va Minoga, haramning hududining ichiga ilib kelib, bo'g'izlashdan ilgari bu mollarning sutidan yo'g'dan foydalansanglar bo'ldi deganlikdir. Minish, sutini ichish va ichish bu mollarning dunyolik foydalari bo'lsa, ularni qurbonlik qilish oxiratlik foydalaridir. Alloh taolo har bir ummatga muayyan ibodat sistemalarini belgilab bergan. Hojilarning qurbonlik qilishimi Alloh taolo belgilab bergan ibodatlarning biridir. Bu Alloh taolaning ato ihsonlarga shukr ado qilish ustidan uning nomini atagan holda qilingan ibodatdir. Bilinglarki, sizlarning ilohinglar birli ilohdir. Uningdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Ahvol bunday ekan, sizlar Alloh taolaning o'ziga ibodat qilinglar, uningga bo'ysuninglar, uningga tayininglar.
Ey payg'ambar, Rabbiga kamtarlik bilan itoat qilgan mo'minlarga Alloh taolaning ularga oxiratda katta mukofot beradiganligi haqida xush xabar bergin. Ular shundoq mo'minlarki, ular Alloh taolo yod etilsa, dillari titraydigan, uning azobidan qo'rqadigan, rahmatidan umidvor bo'ladigan, beshik kelgan kulfatlarga sabr qiladigan, namozlarni o'z vaqtida mukammal o'qiydigan, Alloh taolo ato qilgan rizqdan yaxshilik yo'llarga sarf qiladigan, zakot farzini ato qiladigan zotlardir. Muhim nuqtalari. Alloh taolaning dinning ahkamlarini ulug'lash, uning belgilarini rioya qilish taqvolikning ifodasi bo'lgandek, musulmonlikning talaplarindandir. Töge, kala, qo'y, o'chkiga o'xshash go'shi yildigan har qanday bir hayvon Alloh taolaning nomini atab bo'g'izlangan bo'lsa, uning go'shini yeyish haloldir. Yolg'on guvohlik berish cho'ng gunohlarning eng cho'ngidir. Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni payg'ambar alayhissalom sahobalarga qarab, "Men sizlarga cho'ng gunohlarning eng cho'ngini aytib beraymi?" dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, albatta aytib bergaylar" dedi. Ondan payg'ambar alayhissalom, "Al-ishraku billah va uququl validayn." وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور. Yani Allah'a şirk keltiriş, atağını qaştış dedi ve yölünüp oturgan yerden qozg'alib tik oturup yolg'on guvohlik berishni saqlaninglar dedi. Buni shuncha ko'p takrorladi ki biz endi bir to'xtagan bo'lsken deb qoldik. Qurbonlik qilish barcha samoviy dinda buyurilgan qadimiy ibodatdir. Hajda qurbonlik qilishning qoida usullari. Bismillahirrahmanirrahim. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Tərcümesi, qurbanlıq töygülərini sizlər üçün Allah'ın dininin simvolik alamətlerindən qıldıq. Onlarda sizlər üçün köp mənfəətlər var. Onlarını aldı sol putunu bağlab, 3 put bilən turğuzub boğuzluğunuzlarda Bismillah deb Allah'ın ismini atаңlar. Onlarına cili çıqqanda, onlardan yiyanglar, qanaatçan muhtajlarga və saillarga beringlar. Sizlərinin şükür qilishinglar üçün bu töygülərini sizlərə şundaq boysundurub berdik. Allah'a hergizmi onların göçleri yoki qanları yetib barmaydı. Allah yetib barligini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allahning sizlarni hidoyat qilganligiga takbir etib, Allahni ulug'lashinglar uchun Allah ularni sizlarga ana shundoq bo'ysundirib berdi. Ey payg'ambar, toat ibodatni qitirqinib qilg'uvchilarga xush xabar bergin. Tafsir. Shaksizki Rabbimiz Alloh taolaning bizlarga ato qilgan katta ne'matlardan biri qo'y, to'ga va kala qatorliq chorva mollarni qurbonlik qilishni o'ziga yaqinlik hosil qilishga va oxiratning mukofotiga erishishga vosita qilib berganligidir. Chunki biz bu hayvonlarni qurbonlik qilish orqali Alloh taolaga yaqinlik hosil qila olamiz va savobga erisha olamiz. Bu mollarni bizga ato qilgan va qilingan qurbonliklarni qabul qilgan zot Alloh taoladir. Alloh taolo deydiki, sizlar qurbonlik qiladigan to'yda sizlar uchun dunyo va oxiratlik manfaatlar bor. Ahvol bundoq ekan, sizlar bu to'ylarni qurbonlik qilmoqchi bo'lib, oldi so'l putini bog'lab, 3 put bilan o'r turg'izib bo'g'izlagan chig'inlarda Bismillah deb Rabbinglarning ismini atanglar. Bu oyat qurbonlik qiladigan molning o'ri tura oladigan, bejirim, saq, ayibsiz bo'lishining shart ekanligiga ishorat qiladi. Qurbonlik molning go'shidan o'zinglarmi yanglar. O'zining faqirligini yoshirib yurayotgan qanoatlik muhtojlarga va kishilardan bir narsa tilashga majbur bo'lib qolgan saillarga tarqitib, ularga yegizinglar. Mana bu islom dinining barobarlikni va ijtimoiy hamkorlikni amalga oshirish yo'lidagi chora tadbirlardan biridir. Musulmonlar odatdagi vaqtlarda faqirlarning, yetimlarning va barliq muhtojlarning beshini silgandek, haj qilganlari haj mezgilida, hajga bora olmaganlari qurbon hit kunlarda ularni unutmaydi va ularning nisbalarini yetkazib beradi. Qo'l ilkida barlar yana zakotlarni ayirish orqali yo'qsul musulmonlarga yor yo'lakda bo'ladi. Bu oyatlarda qurboniyatda qo'lida barlarning qurbonlik qilishining vojibligiga ishorat qilingan. Bu hit shodliqning hammaga umum bo'lishi, hamma kishining xushallikdan bahramand bo'lishi uchundir. Ey iymon etganlar, biz sizlarga jismiy
Cismi çoğ və güc cəhətdə sizlərdən güclük bolğan bu hayvanlarını boysundurup berdik. Sizlər ularni xalığancha boshqarsizlar, xalığan yerga yetlab ilib bora olasizlar. Alloh taolo bu hayvonlarning emas, balki barcha koinotni sizlarning manfaatinglar uchun yaratib, tabiat kuchlarini sizlarning xizmatinglarga bo'ysundirib berdi. Bu sizlarning Alloh taologa loyiqli shukr qilishinglar, uni loyiqli ulug'lashinglar va qadrlashinglar uchundir. İbn Abbas raziyallohu anhuma mundaq degan: jahiliyatdagi arablar o'zlari cho'qingan butlarning roziligiga erishish uchun qurbonlik qilgan vaqtlarda qurbonlikning qini bilan uylarini bo'yab chiqardi. Islomning dastlabki chog'larida musulmonlardan ba'zi kishilarmi bilmasdan mushriklarni do'rmoqchi bo'lganda Alloh taolo Allohga ularning go'shlari yoki qonlari yetib bormaydi. Alloh yetib bordigani faqat sizlarning taqvodorliginglardir degan oyatni nozil qilish orqali Alloh taoloning qabul qildigani taqvolik bilan chin ixlos ekanligini bildirgan. Allah Taala sizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganligi yusidan uni ulug'lashinglar va qurbonlik qilganda uning ismini atab bismillah Allohu akbar deb takbir etishinglar uchun sizlarga bu hayvonlarni bo'ysundirib berdi. Ey payg'ambar, din va dunyolik har qanday ishni qadr qilib ixlos bilan mukammal darajada qiladigan, yaxshi amallarni ko'p qiladigan va kishilarga qo'lidan kelishicha yaxshilik qiladigan mu'minlarga oxiratda Alloh taolaning katta mukofot tayyorlaganligi haqida xush xabar bergin. Muhim nuqtalari: qurbonlik qilishning hikmatlaridan biri Alloh taolaning ato qilgan ne'matlarga shukr izhor qilish yusidan mol bo'g'izlab yo'qsillarni g'izolantirish va Alloh taoloni ulug'lab Allohu akbar deb takbir etishdir. Shaytonga tosh etish, qurbonlik qilish qatorliq haj ibodati jarayonida arafa kuni bamdod namozidan hayitning 4-kuni asr vaqtig'achalik har kuni 5 vaqt namozdan keyin takbir etish vojibdir. Alloh taolo yordam qilgan va qo'llaydigan mu'minlar. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ترجمة: Allah haqiqiy mu'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Allah har qanday xiyonatchi, tuzkor bandani qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Hujum qilinuvchilarga zulmga uchraganligi uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Shaksizki, Allah ularga yordam berishga albatta qodirdir. Ular faqat Rabbimiz Allohdir deganligi uchunla o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarilganlardir. Agar Allah insonlarning ba'si bilan to'sib turmasa, rohiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p zikr qilingan masjidlar albatta vayron qilinadi. Allohning diniga yordam bergan kishilarga albatta Allah yordam beradi. Chunki Allah nihoyat kuchlidir, g'olibdir. Allohning yordamiga erishadiganlar shunday kishilarki, agar biz ularni yer yuzida ustunlik ega qilsak, ular namozni mukammal o'qiydi, zakot beradi, kishilarni yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sadi. İşlerinin akıbeti Allah'a mensuptur. Tefsiri. Şeksiz hakikat şu ki, Allah Teala'ya iman edip, şu imana layık yaşayan ve akidesinde müstehkem turgan hakiki müminlerini Allah Teala çokum qo'g'daydi. Ularning düşmanlarının yamanlıklarından ve suikastlarını saklaydı. Ularga yordam ve nusrat ato qildi. Chunki Allah Teala hakiki müminlerinin madadkordir. Shunga aniqki, Allah Teala amanat xiyonat qiladigan, va'dasini buzadigan, so'zda turmaydigan, ne'mat berguchiga shukr qilmaydigan, yaxshilik tuzkorlik qiladigan razil maxluqlarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi va hargiz yoqtirmaydi. Alloh taolo yana saxt ilahlarga cho'qinadigan, butlarga, mazarlarga atab qurbonlik qiladigan mushriklarni albatta yoqtirmaydi. Islom davlatining Makka davrida musulmonlar intayin ojiz, soni oz edi. Makkalik mushriklar Müslümanlarni islom dinidan qaytarish uchun qo'lidan kelgan vahshiyliklarning hammasini qiladi. Mushriklar payg'ambar alayhissalom bilan uning sahobalariga tili bilan
qo'li va harakati bilan ko'p aziyatlarni qiladi. Hatto ba'zi sahobalar payg'ambar alayhissalomga bu mushriklarning qilmishlaridan shikoyat qiladi. Ahvol shundoq davomlashaverdi. Bu arada müşrikler tıxımı adedini açtı. Müslümanlarını tıxımı bek bozak kıldıgan, tıxımı xorlaydigan, xalğançı tutup öldürüydigan dərəcəyə yetdi. Bu azap oqibatlarga chidab bulungan Müslümanlar özlərinin imanını qoğdaş üçün ularning bir türkümü Həbəşistanğa, hazırki Efiopiyaga, yana bir türkümü Mədinə Münəvvər şəhriga hicret qilishga məcbur bo'lib qoldi. Ondan Peyğəmbər əleyhissalamı Allah Taala'nın əmri bilan Mədinəyə hicret qilib ketdi. Peyğəmbər əleyhissalam Mədinəyə barğandan keyin o joyda Müslümanlar cəmiyyətini bərpa qildi. Ama Mekkelik müşrikler Medine'ge ve Habeşistan'a ketken Müslümanların öy varallarını bozup taşlap, mal mülklerini talan-taraj kılıp, bala çaqlarını qattiq qiyin qıstaqlarga alg'iltirdi. Medine'de bu içinçlik ahvalını anlap turgan sahabeler, Peygamber aleyhisselamdan Mekkelik müşriklerinin bu cevir zulümlerine karşı uruş qilishini tekrar iltimas qilgan bolsa-mu, Peygamber aleyhisselam Allah Taala'dan bir emir ferman bolmaguncha urush qilmaydiganligini va sabr qilish lozimligini aytadi. Kunlarning birida Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga hujum qilinuvchilarga zulm uchraganlik uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi degan oyatni nozil qildi. Shuning bilan musulmonlarning o'zlariga zulm qilgan va birinchi bo'lib urush ochgan kofirlarga qarshi urush qilish uchun Alloh taolo tomonidan rasmiy ruxsat kelgan bo'ldi. Urush qilish islom dinida eng oxirgi chora bo'lib, islom diniy masalani urushsiz hal qilishni eng oldingi o'rinda qo'ydi. Müslümanlar bekarga urush qilishni talab qilgan emas. Chunki Mekkelik mushriklar u joydagi musulmonlarni o'z yurtidan qo'llab chiqargan, mol-mulkini talon-taraj qilgan va ularning balchaqlarini eng vahshiy shaklda azoblagan bo'lib, bir jumla so'z bilan aytganda, musulmonlar har tarafdan zulmga uchragan edi. Bunday ahvolda ularning zulmga qarshi turishi tamoman haqliq edi. Shundaqdimi, Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning amrini kutdi, sabr qildi, sahobalarni sabr qilishga buyurdi. Nihoyat zulmga qarshilik ko'rsatishga Alloh taolo rasmiy ruxsat berdi. Alloh taolo albatta mo'minlarga yordam qilishga va urushsizmi ularni g'alabaga erishtirishga qodirdir. Lekin u musulmonlarning itoatchanligini sinash, ularning haq yo'lda qon ter oqizib, ajr so'ndirish orqali oxiratning katta mukofotlarga sazovor bo'lishni xohlaganlikdan ularni Alloh yo'lida jihad qilishga va toat ibodat uchun jafo chekishga buyurgan. Eng muhimi, bu sinoq dunyosida Alloh taolo mo'minlarning iymonini va sadoqatini sinab ko'rishni xohlagan. Alloh taolo bu mo'minlarning ahvolini bayon qilib, ular faqat Robbimiz Allohdir deganlik uchun o'z yurtlaridan nahaq haydab chiqarilgan edi degan. To'g'ri. Ular Muhammad alayhissalomga ergashib, haqdan e'tiqod qilganligi, Alloh taologa ibodat qilish yo'liga kirganligi uchun yurtidan va balchaqlardan ayrilishga majbur bo'lgan edi. Buruj surasidagi bir oyatda va ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati val ard. Yani o zalimlar müminlerden fakat ularning g'olib Mədiyəyə layiq, asmanlarning və zəminin hökmranlığında bolğan Allah'a iman etganlıq üçün öç alğan idi deb kelgan. Allah Taala'nın müminlərə uruş qilish üçün ruxsat berganligi və düşmənlərə qarşı yardım berishga va'da qilganligi haq va rostdir. Agar Alloh taolo payg'ambarlarni va mo'minlarni zolim kishilarga qarshi urush qilishga buyurgan bo'lsa edi, dunyoni yo'lsizlik va chavr zulm qoplagan, Alloh taologa ibodat qilingan o'rinlar yer yuzidan yo'q qilingan, xristianlarning cherkovlari, yahudiylarning ibodatxonalari va musulmonlarning Alloh taoloni ko'p yod etgan masjidlari allaburun yer bilan yakson bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo o'zining diniga yordam berganlarga albatta yordam qildi. Allah Taala haqiqatan hammadan kuchlik va hammaga qodirdir. Alloh taoloning diniga yordam qilish qanday bo'ldi? Alloh taoloning diniga yordam qilish deganning ma'nosi Alloh taoloning diniga amal qilish, ixlos qilish va bu dinga haqiqiy tava bo'lish. Alloh taologa itoat qilib, uning buyurganlarini to'liq o'rindash, ma'ni qilganlardan yenish, payg'ambar alayhissalomga amaliy ravishda ergashish, Qur'on Karimga to'liq amal qilish, dinni bar kuch bilan qo'llash deganlikdir. Shunday qilgan odam Alloh taoloning diniga yordam bergan bo'ladi. Chunki Alloh taolo hammaga qodir va hammadan behojatdir. Islom dinini shunday mustahkam tutmagan odamga Alloh taolo dunyo va oxirat cho'qim yordam berdi. Bu shak shubhasiz haqiqatdir. Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Ya'ni iymon etganlar. Agar sizlar Allohga, Allohning diniga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam berdi. Qadamlarni mustahkam qiladi.
Qur'on Karimning bu ochiq va aniq bayonlardan keyin o'zimizning Alloh taoloning dinidan qanchalik yiroqlashib ketganligimizni bilib turib, qaysi o'zimiz bilan Alloh bizga yordam qilmadi deya olamiz. Biz Alloh taolo talab qilgan shaklda mo'min bo'la oldikmi? Biz rostla Alloh taoloning diniga loyiq yordam qildikmi? Yo'q. Biz faqat musulmon degan ism bilan bu dinga o'zimiz mansub qilib kelyapmiz. Ammo islomning ruhi, Qur'on Karimning ko'rsatmalari, Alloh taoloning amr farmonlari ko'pincha ishlarda kitob yuzida qilgan. Alloh taoloning va qalilum min ibadiyash shakur, ya'ni bandlarimdan shukr qilganlar bekmi oz degan so'zi bizda to'liq ma'nosi bilan ifodasini topmoqda. Biz musulmonlarda riyokorlik illati shunchalik umumlashib ketganki, bizning ibodatlarimizning va amallarimizning mutlaq ko'p sonligi shaklvozlikdan iborat bir narsaga aylanib qolgan. Ixlos va qadr qilib ish qilish deganlar bizda yo'qning o'rnida bo'lib qolgan. Haqiqiy musulmonlarga bo'lishga tegishlik o'zgachilik va xislatlarni hozirgi zamondagi musulmonlardan tepish intayin qiyin. Shunga bizning holimiz xarob, ta'limimiz kaj bo'lib kelmoqda. Alloh taoloning yordami muyassar bo'lgan mo'minlar yer yuzida ustunlik ega qilinsa, ular tuvandagi 4 ishni to'liq bilan o'rinlaydi. Birinchi, 5 vaqt namozni bütün shartlari va qoida tartiblariga rioya qilgan holda o'z vaqtida mukammal ado qiladi. Chunki namoz islom dinida iymondan keyin buyurilgan birinchi ibodat va eng muhim o'rin tutadigan kunlik farzdir. Namoz banda bilan Alloh taoloning o'tirisiga bog'lanish nuqtasidir. U nafsni poklaydigan, ruhni yuksaltiradigan, tartib va intizomni o'rgatadigan, yomonlikdan to'sadigan tarbiya xarakterli ibodatdir. Innas salata tanha anil fahsha'i val munkar. Ya'ni shubhasiz cheksizki, namoz qabih ishlardan va gunohlardan to'sadi. Qisqasi, namoz dinning to'riki va ibodatning beshidir. Ba'zilar deyishi mumkin, hozir jamiyatimizda namoz o'qib turibmi axloqi tuzalmagan, birini aldaydigan, biriga qarchaplaydigan, biriga aziyat beradigan musulmonlarni ko'p uchratamiz. Ularni namoz nimishqa yomon ishdan to'solmadi? Biz deymizki, namozni o'qib qo'yganlik yetarli emas. 5 namozga masjidga berib, masjidni to'ldirganlikmi yetarli emas. Namoz o'qigan odam uni ado qilishdagi mukammallik darajasiga qarab manfaat ola oladi. Ba'zi kishilar namoz o'qib turibmi, bu namozdan qilchinab ola olmaydi. Ba'zi kishilar namoz o'qib turibmi, bu namozdan qilchinab ola olmaydi. Chunki ularning ba'zi pul milning hisobotini, birovlardan qandoq o'ch ilishni, birlarini qandoq aldab pulni ilib olishni, yana nurg'ulg'an yomon g'arazlarni namozga turganda planlaydi. Hatta ular imomning qiroatini anglab turib, imomning qaysirini o'qiganligini anqarolmay namozni tugatadi. Bundaq o'qilgan namoz kishini qandoqmi yomon ishdan to'sa olsin. Bu namoz o kishini namozning ishida turib, yomon xayollardan to'sa olmasa, namozning sirtida yomon ishdan qandoq to'sa olsin. Namozdan manfaat olish xushu darajasi qarab bo'ldi. Xushu namozda turganda Alloh taoloning ulug'ligidan va haybatidan aymangan, ko'ngilni namoz bilan band qilgan va butun fikr xiyolni Alloh taologa bag'ishlagan holda kamtarlik va hushyorlik bilan turish deganlikdir. Xushu namozning jini bo'lib, uningdan nisbasini ololmagan namoz o'lik namozdir. Chunki har kimning namozdan olgan nisbasi faqat uningda aqli o'yg'oq turganligiga qarab bo'ladi. Shunga İbn Abbas radhiyallohu anhu "Laysa laka min salatika illa ma aqalta minha." Ya'ni namozingni faqat nima deganligingni va nima qilayotganingni bilib turib o'qig'inglar san hisobdir degan. Namoz o'qiganga beriladigan savob xushuga qarab bo'ladi. Namoz o'qiganlarning ba'zi to'liq savobga erishsa, ba'zi yarim savobga va ba'zi yarmidan oz savobga erishadi. Ammo namozda nima o'qiganligini bilmasdan, uning kirgan peti chiqqan kishi hech qanday savobga erisha olmaydi. Chunki u xushuni butunlay tark etgan kishidir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Innal abda la yusallis salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tis'uha, sumunha, sub'uha, sudusuha, khumsuha, rubu'uha, sulusuha, nisfuha." Ya'ni ben namoz o'qigan bilan uningdan yozilgan savob ya 10dan biri, ya 9dan biri, ya 8dan biri, ya 7dan biri, ya 6dan biri, ya 5dan biri, ya 4dan biri, ya 3dan biri, ya 20dir. Ular zakatni to'liq ado qildi. Zakat musulmonlar jamiyatida ijtimoiy hamkorlikni amalga oshirishga turtki bo'ladigan muhim bir ijtimoiy ibodat bo'lib, musulmonlarning o'rtasida birlik, barobarlik va hamkorlikni barpo qilishning yo'li o'zaro yordamlashish, bir-birining yukini birga ko'tarish, ojizlarga yordam qilishdan boshlandi. Islom dinida farz qilingan zakat bu maqsad bilan buyurilgan bo'lib, u ikkinchi cho'ng ibodatdir.
Zakat bergücü onu alğıcığa minnət qılmasdan, təkəbbürlük qılmasdan, körəngləməsdən, faqat Allah Taala buyurğan fərzni ada qıldım degan etiqadda berdi və alğıçım özümnің teşlik haqqını aldım degan etiqadda alıdı. Şundaq qılıb cəmiyyətdə hər kim özünün ətrafındakilərə şundaq yardım qolunu sunish orqali dostluq, muhabbət və inoqlik aşırır. İnsanlar Allah Taala'nın dinidən, onun adaletlik şəriətindən yüz örüp təngsizlikni yo'q qilish davası bilan sosializmni tajriba qilib ko'rdi. Ammo sosializmda boylar kambag'allarga, kambag'allar kambag'allarga aylandi. Xalqning pul mili va vatanning boyligi odam o'ltiradigan qirg'uvchi qurollarni setib erishga yoki yasashga ketdi. Xalq bir nog'izor bo'ldi. Sotsialistik tuzum mag'lub bo'lgandan keyin insonlar chiqish yo'l izlab Alloh taolaning o'zgarmas diniga ve nurluq şəriətiga qaytışqa başladı. Şuna hazır dünyada etiqad qılğıçılarının sani ən tez köpəyətqan və kişilər ən qızıvatqan din İslam dini bo'lib qoldi. Bu sebepten dünyanın barlıq kapırları bu dinin dünya halkının ortak dini bo'lib qilishini ənsirab, onunla türlü töhmətlərini artıb, Müslüman emaslarının közüge Müslümanlarını sət görsüşüge urinmoqda. Amma Allah Taala özünün dinini qoğduğucudur. Kapırlarının rezil planlarını xuddi ötmüşlerde berbat qılğandek berbat qilishga albatta qodirdir. 3 ve 4. Ular kişilerini yaxşılıqqa buyurup yomonlikdan to'sidi. Allah Taala bu ishni musulmonlar jamiyatining asosiy erkin fikr bayon qilishning va yo'lliq tanqid qilishning usuli bilan bekitgan. Bundan ma'lumki, har kim o'z dardini o'ylaydigan va hamma o'z nafsiga cho'q tortish ko'yida bo'layotgan bugungi insoniyat dunyosida musulmonning roli cho'ng va vazifasi haqiqatan ig'irdir. Chunki musulmon degan boshqalarning g'amini yeydigan, ularga yo'l ko'rsatadigan, ularni o'zlariga ziyon va pushaymon edib keladigan ishlardan to'sadigan va ularga barcha yaxshi ishlarda ulgu bo'ladigan kishidir. Müslümanlar cemiyetindeki insanların məsuliyyətçanlığı şu dərəcəyə yetkəndə, onların inaqlığı və güc qüvvəti aşıdı. Çünki güc qüvvət inaqlıqdan doğdudur. İslam dinində hər kimə gücünün yetişçə və imkaniyyətinin yar verişçə orundaşı fərz olub belgilənən əmr ma'ruf, nahi münkar, yəni kişilərni yaxşılıqqa buyurup yamanlıqdan to'sish hürriyyətinin jakarchisidir. Çünki bu ishning o'zi erkin fikr bayon qilish, yaxshilikni targ'ib qilib, yomonlikni so'kish va tanqidlashni taqozo qiladi. İslam dinidagi hürriyet başqalar da'vo qilgandek qaydsiz va cheksiz hürriyet emas. Balki ma'lum axloqiy prinsiplar ichida ilib berilgan hürriyetdir. Bu xuddi bir oiladagi kishilarning o'z oila a'zolarini qo'g'dishi, himoya qilishi, bir-biriga yo'l ko'rsatishi, xatoliklarga ogohlantirish berishi qatorliq ishlarga o'xshashdir. Əmr ma'ruf, nahi münkar umumlashgan jamiyatda insonlarning inoqligi va birligi gullab yashnaydi. Buzg'unchilar va dushmanlar ularni parchalash g'arzini amalga oshira olmaydi. Qachoniki biror jamiyatda əmr ma'ruf, nahi münkar ishlari ojizlashib qoldi ekan, bundaq jamiyatmi ojizlik qarab yuz tutadi. Allah Taala İsrail avlodining tarixdagi mashhur davlatining ojizlashib, parchalanishga turtki bo'lgan omilning ularning orasida əmr ma'ruf, nahi munkarning amaldan qoldirilganligidan iborat ekanligini aniq bayon qilib mundaq degan: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Yani ular özleri qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Yuqorqilardan ma'lumki, Alloh taolo o'zining diniga yordam qilganlarga cho'qim yordam qiladi. Namozni o'z vaqtida mukammal ado qiladigan, zakotni to'liq beradigan, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan, o'zlari uchun dunyo va oxiratda ziyon keltiradigan ishlardan yiroq turadigan mo'minlarni albatta qo'llaydi. Qandaqli bir ummat bu to'rt asosning birarsiga ahamiyat bermaydi ekan, undaq ummat o'zini xor va zabolliqqa itirgan bo'ladi. Ma'lumki, biz musulmonlar jamiyatining rivoj tepishi uchun muhim bo'lgan mazkur to'rt amalning ko'plarini zoya qilayotganligimiz uchun xo'rliqqa, izlashga va bo'zaq qilishga mahkum bo'ldik. Ko'plarimiz dushmanlarimizga beqindi bo'lib qoldik. Bizning qaytadan qad ko'tarishimiz uchun Qur'on Karim bilan hadisning ro'yiga amal qilish va bu ikki manbaga ching eslashdan boshqa yo'limiz yo'qdir. Muhim nuqtalari:
alloh taoloning haqiqiy mo'minlarga yordam qilganligi va ularni qo'daydiganligi haqdir. alloh taologa eng yomon ko'rilgan gunoh xiyonatdir. alloh taolo xoinlarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Jihad alloh taoloning dinini ustun qilish va ezilgan musulmonlarni qutqizish uchun buyurilgan. Haq dinni iching tutgan va uni qo'dash yo'lida kurash qilganlarga alloh taolo cho'qim yordam berdi. alloh taoloning va'dasi albatta haqdir. Namozni mukammal o'qish, zakotni to'liq berish, kishilarni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishdan iborat 4 cho'ng ibodat paravan bir davlatning qad ko'tarib turishining asosidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ilgirki ümmetlerinin aqibetinden ibret elish. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. صدق الله العظيم. Nothing you receive is random. Nothing you lose is random. Nothing delayed is random. Nothing accelerated is random. Your risk moves the same way the night and day move, by the command of Allah. Your wealth has a schedule. Your opportunities have a schedule. Your ease has a schedule. Your breakthroughs have a schedule. And they all follow the rhythm Allah wrote for you before you were born. This is why Surah Al-Layl is so powerful at night. Because the night is the time Allah opens doors quietly. The night is when angels descend. The night is when your soul hears what your mind ignores. The night is when this surah becomes a key, unlocking whatever is written for you in ways you cannot imagine. And just when your heart settles into the rhythm of these oaths, Allah transitions into the core message. Humans also fall into pairs. Two types, those whom Allah will open ease for, and those whom Allah will leave in hardship. But what decides which group you fall into? Not wealth, not education, not status, not effort alone. Allah will tell you exactly what it is. A formula so simple, yet so spiritually heavy that it can change your entire life. And that formula begins in the very next verses. My beloved brothers and sisters, after the three divine oaths, after Allah subhanahu wa ta'ala prepares your heart with the rhythm of night and day, with the balance of creation, He reveals the part of Surah Al-Layl that almost no one reflects on. The spiritual formula, the blueprint of ease, the pathway to divinely assisted rizq. Allah says, as for the one who gives, not the one who is rich, not the one who has a lot, not the one with abundance. Allah begins with the one who gives. Why? Because giving is not about your wallet. It's about your heart.
When you give, you declare that you trust Allah more than the money in your hand. You prove that you see Allah as the source. You show that your heart is not chained to the dunya. And the more you give, the more Allah replaces, multiplies, and opens. But Allah doesn't stop there and has taqwa. Taqwa is not fear. It is consciousness, awareness, a heart that remembers Allah before every decision. Taqwa is like a spiritual magnet. It pulls risk toward you even when you're not chasing it. Then Allah adds, and believes in the best reward. Scholars say the best reward means believing Allah will replace what you give, believing Allah will bless you, believing Allah will honor your effort, believing Allah will never waste your good deeds, believing Jannah is the real reward. It means having a heart that expects good from Allah. This is the heart that receives ease. Then Allah reveals the promise, a promise that should shake every soul. We will ease him toward ease. Not he will find ease, not he might find ease. Not ease will come eventually. Allah himself says, we will ease him, meaning Allah personally takes responsibility for opening your path. What kind of ease? Ease in your risk, ease in your decisions, ease in your relationships, ease in your business, ease in your worship, ease in your heart. This is not normal success. This is divinely assisted success. Success that feels smooth, gentle, aligned, guided. Success where the right people appear, the right opportunities come, the right doors open, the right blessings fall into place. Success that is written for you and carried to you by angels. But Allah also describes the opposite path. But as for the one who withholds, the one whose heart is tight, the one who clings to dunya, the one who fears losing more than he hopes in Allah and denies goodness, he doubts Allah's promises. He trusts money more than the one who gives money. He blocks blessings with his own disbelief. We will ease him toward hardship. Subhanallah. Hardship becomes easy for him. Mistakes become easy. Bad decisions become easy. Wasting time becomes easy. Losing blessings becomes easy. Falling into sin becomes easy. His heart becomes heavy. Life becomes tangled. İngilizcemizi geliştirmeye Siber Pazartesi haftasında Open English'in %75 dev indirimiyle yıl bitmeden başlıyoruz. Bunca indirim arasında unutacağım bir eşyaya değil de İngilizcene yatırım yapmak en doğru seçim. Hatta yılda bir gelen bu fırsatla yeni yılda İngilizcenin ilerlemesini fark etmek paha biçilemez. Open English'te sadece İngilizce konuşmanı değil, yazma, okuma, dinleme gibi diğer tüm yeteneklerini de kapsamlı ve dengeli biçimde geliştirmek için %75 Siber Pazartesi haftası indirimiyle şimdi kaydol. Doors remain shut. Barakah disappears. Not because Allah wants to punish him, but because his heart turned away from the formula of ease. This is the miracle of Surah Al-Layl. Allah is not telling you work harder. Allah is not telling you chase wealth. Allah is not telling you run faster. Allah is telling you ease comes from alignment, not exhaustion. Rizq comes from purity, not pressure. Barakah comes from sincerity, not speed. Success comes from Allah, not from you. Give, have taqwa. Expect the best from Allah. And Allah guarantees that He will make your path smooth, blessed, light, and filled with ease. This is why this surah, when recited at night with sincerity, becomes a powerful spiritual key. Because night is the time when Allah writes ease for those who seek it. Now raise your hands even in your hearts and let's pray together. Ya Rabb, Ya Kareem, Ya Fattahul Abwab,
يا رب منهنا قلوبا لا تتعلق بالدنيا ولا تتمدي إلى ما عند الخلق، واجعل اتقالنا عليك وعلى رحمتك وعلى وعدك. يا رب إن لم يكن رزقنا عند الناس فحونه علينا من عندك، إن لم يكن في يدنا فأنزله في قلوبنا، إن لم يكن كسبا فاجعله بركة. يا رب لا تجعلنا من الذين يؤتون باليد ويمنعون بالقلب، اجعلنا من أهل العاتة، من أهل السخاء، من أهل اليقين الذين وعدتهم باليسرى. يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة هلتنا وحولنا الذي لا يسعدنا إلا وأنت معنا، فتولنا بما أنت أهله، فإن لا نحسن أن نتولى أمرنا بنفسنا. يا رب اجعل ليلتنا هذه ليلة تبديل، ليلة توبة، ليلة بركة، ليلة فتح يكفينا ويغنينا ويطهر قلوبنا من الذنوب والهم. يا رب افتح لنا أبوابا لم نتوقعها، وارزقنا رزقا لم نخطط له، واجعل قلوبنا تطمئن بأن ما تأتيه لا يمنعه أحد وما تمنعه لا يؤتيه أحد. يا رب رد قلوبنا إليك ردا جميلا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا أنت. آمين يا رب العالمين. O Allah, O most generous, O opener of all doors, O Allah, grant us hearts that do not attach themselves to this world, hearts that do not stretch toward what is in the hands of people, and make our trust only upon you, upon your mercy, and upon your promise. O Allah, if our provision is not with people, then ease it for us from your own treasures. If it is not yet in our hands, then bring it down into our hearts. If it is not earned through effort, then make it pure blessing. O Allah, do not make us among those who give with the hand, but withhold with the heart. Make us from the people of generosity, the pure. Plea of open hands, the people of certainty, those whom you have promised the path of ease. O Allah, we complain to you of our weakness, our limited ability, and our helplessness that none can lift except you. So take charge of our affairs with your kindness, for we do not know how to manage our lives on our own. O Allah, make this night a night of transformation, a night of repentance, a night of blessing, a night of divine opening, an opening that is enough for us, that enriches us, and that purifies our hearts from sins and burdens. O Allah, open for us doors we never expected, grant us provision we never planned for, and settle our hearts with the certainty that whatever you give, no one can prevent, and whatever you withhold, no one can give. O Allah, return our hearts to you in a beautiful return, and make the last words of our lives in this world. There is no God except you. Amin ya Rabbal Alameen. My dear brothers and sisters, if this reminder touched your heart, if Surah Al-Layl opened something inside you, if you felt that gentle pull toward Allah subhanahu wa ta'ala, then don't let this moment pass. Like the video so this message reaches another heart tonight. Share it so someone else recites this surah and Allah writes ease for them. Comment below, Ya Allah, open my path with your ease. And if you haven't yet, subscribe to Ayah Pulse, where every reminder is meant to pull you closer to Allah, soften your heart, and wake up your soul. May Allah subhanahu wa ta'ala make this reminder a witness for you on the day when nothing else will matter. I wish more women over 60 knew. Tai Chi was created for tired bodies that haven't moved in years. It heals tired bodies and flattens cortisol belly. Women over 50 don't need heavy workouts or painful routines. They need movement that heals. We start tomorrow. In 1 week, you'll feel your energy return. In 2 weeks, you'll breathe deeper and move easier. In 3 weeks, you'll sleep better, and your family won't believe how calm and radiant you look. This is a personalized Tai Chi plan made for beginners over 50. It takes just 7 minutes a day. Gentle, safe, and restorative. Take the quiz and get your plan today. Hello, what's your name? Hello,
My name is Ethan. Nice to meet you. How was your weekend? It was great. I watched a cool movie with my friends. But what about you? Sounds awesome. I had a great weekend too. Did you know that NovaKid students start speaking English confidently in just 6 months? So, what's our secret? We approach each student individually according to their age and level. We monitor students' progress and adjust lessons to their pace. We create a friendly environment and play games to make learning simple. Join NovaKid today and see the difference.
2026 hedeflerine şimdiden akıcı İngilizce konuşmayı eklemek istersen Open English'te şu anda
İki genç daha fazla tek kelime etmeye dahi cesaret edemedi. Cesaret edemedi. Orada ne vardı? Ulama vardı. Evet. Radyoda klasik müzik çalıyor. Tevfik arabayı ağır ağır sürüyor. Ağır ağır sürüyor ve hatta yolu bile isteye uzatıyor. İsteye desek olmaz mı hocam? Olur elbette. İsteye. İsteye de diyebilirsiniz, isteye de diyebilirsiniz. İsteye. Sonunda Billur'un yeni ikamet adresine gelmişler. Bizim Mustafa abiye de bu diksiyon dersleri yaradı. Bugün konuşurken ikamet dedi. Helal İkamet. olsun Mustafa abi. İkamet. Dersi takip ediyor. İkamet adresine İkamet gelmişler. adresine. Borcun ne kadar diye Gelmişler. sordu Billur. Borcum ne Bak kadar? tonlamasını da bir Sordu. kızcağız tonlamasıyla yaptım. Borcun ne kadar? Yine dikiz aynasından cevap verdi Tevfik. Borcunuz yok hanımefendi. Tekrar hoş geldiniz sokağımıza. Bak etkilemeye Sokağımıza. çalışıyor kızı. Çok fena bu Tevfik. Bu arada ben Tevfik. Mahzuru yoksa. Mahsur değil mi? Bak çok mühim. Tahtaya gelelim. Mahzuru. Bak. Bir harf neleri değiştiriyor? Ya şu Gerçi bir harf değişmiyor. Buradaki u'lar da farklı ama mahzur, mahsur. Mahsur, hisar kelimesiyle aynı kökten. Mahsur, etrafı çevrili bir yere tıkılmış, mağaraya tıkılmış. mahsur. Mahzur, işte olmaması gereken Sakınca. demek. Mahzuru diyoruz o yüzden. Evet, mahzuru. Şöyle Mahsuru bakalım. yoksa. Mahzuru yoksa sizin isminiz nedir diye sordu. isminiz Fakat bu sefer Mustafa Gözlerini- abi, bu sefer gözlerini kaçırdı. Kaçırdı Billur. Yalnız Yalnız. değil mi? Yalnız. Memnuniyet ifadesiyle başını Memnuniyet hareket ifadesiyle ettirdi başını ve hareket indi. ettirdi ve indi araçtan. araçtan. Lisanı haliyle Lisan-ı teşekkür haliyle etmişti teşekkür fakat etmişti ismini fakat lütfetmemişti. ismini lütfetmemişti. Lisan-ı hal. Lisan-ı hal. hali. Lisan-ı hal. Lisan değil, lisan. Onu takabilirsin abi. Mikrofonunu kapatalım Lisan-ı Mustafa abinin. Lisan-ı haliyle teşekkür Lisan-ı etmişti fakat haliyle teşekkür ismini etmişti fakat ismini lütfetmemişti. lütfetmemişti. Öksür Mustafa abi, burası sınıf ortamı. Öksüreceğiz, tıksıracağız, hapşıracağız, yerhamdülillah diyeceğiz. Normal yani. Billur'u bıraktıktan sonra mesaisi bitmediği halde arabasını park etti Tevfik. Bu sayede hem sokağına yeni taşınan kıza evinin adresini belletecek, uyanığa bak. Eve gidiyor ki kız camdan bakıp bu çocuğun evi neredeymiş seni görsün. Belletecek. Bak bu belleme kelimesini maalesef kullanmıyoruz. Çünkü farklı anlamlar yüklenmiş. Manalarımıza, anlamlarımıza sahip çıkacağız. Biz Musa abimle sevişiyoruz. Ne demek sevişmek? Birbirini sevmek, birbirine muhabbet beslemek demek. Niye biz bu kavramlarımızı çöpe atalım ki? Kervan yolda düzülür. Bak düzmekle dizmek başka şey. Düzmek bir şeyleri yerli yerine koymak demek. Dizmek sıralı olarak yerleştirmek demek. Aynı anlama gelmiyor ki. O yüzden birilerinin kelimelerimize taarruz etmesine, kelimelerimize farklı anlamlar yüklemesine müsaade etmeyeceğiz. Şaban bizim ismimizdir. Kamil bizim ismimizdir. Şakir bizim ismimizdir. Anamızın ak sütü gibi helaldir. Değil mi? Recep, Şaban, Ramazan yıllarca dalga konusu oldu. Müsaade etmeyeceğiz. Ve iade-i itibar yapacağız. Şimdi ben normal Nur Hak'tan olarak söylesem sesimi ulaştıramam. Ama şimdi Bekir Develi YouTube kanalı binlerce takipçisi var. Böyle kıymetli büyüklerimiz de takip ediyorlar bu kanalı. Rica ediyoruz. Şaban ismine, Kamil ismine, Şakir ismine iade-i itibar istiyoruz. Nasıl ki daha önceden Yeşilçam, bak bizim de Yeşilçam metni bu. Nasıl ki Yeşilçam filmlerinde bu isimler avanak, aptal karakterlere yüklenmişse şimdi
çok kıymetli, çok önemli pozisyonlarda büyük işler yapan büyük adamlara bu isimler, işte o TRT'nin yapımlarında var ya işte önemli yapımları dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen o yapımlar, Türkiye'de de ilgiyle takip edilen o yapımlar var ya, oralarda bu isimler verilmeli ki önemli şahsiyetlere, bu isimler o önceki çirkin manalardan ya da çağrışımlardan kurtulsun. Bu isimleri tekrar çocuklarımıza, aman çocuğum sıkıntı yaşar, okulda dalga geçerler yavrumla demeden vermek istiyoruz. İade-i itibar istiyoruz. Bunun için de büyüklerimizden ricacıyız. Allah razı olsun. Bekir abi bize bu fırsatı tanıdı da kanalımızda bunları da söyleme fırsatı bulduk. Evet. Devam edelim. Hem sokağına yeni taşınan kıza evinin adresini belletecek hem de başından geçen serencamı ailesine, annesine anlatacaktı. Serencam hikaye demek, hikayenin nihayeti. Macera anlamına da geliyor, sonuç anlamına da geliyor. Serencamı annesine anlatacaktı. Kapıya geldiğinde yemek kokusunu alınca anlaşılan annem yine güzel bir şeyler hazırladı. Annem değil, annem. Ev kapalı da değil, çok açık da değil, düz ev, annem. Yine güzel bir şeyler hazırladı deyip sevindi. Kapıyı açan kız kardeşi Berrin, kaynanan seni sevecek galiba abi. Tencerede mantı var, yoğurtta bol sarımsaklı. Sarımsakmış eskiden ilk zamanlar. Sarımsak, şimdilerde sarımsak diyorlar. Sarımsaklı Dedi. Sukutu hayale uğramıştı Tevfik. Bak yine sukutu hayal mühim bir kelime. Bunu da çok yanlış kullanıyoruz. Sukut. Sükut. Bu kafla yazılıyor yanındaki u. Bu kefle yazılıyor. Yanındaki yine u. Evet. Buradaki kafla buradaki kef arada şöyle bir farklılık yapıyor. Sukut kırılma demek. Sükut sessizlik demek. Sukut ve sükut arasındaki fark bu. Evet. Devam edelim efendim. Sukutu hayale uğramıştı Tevfik. Mesai bitmeden sarımsaklı bir şey yiyemez. Zararı yok. Bakın zararı değil, zararı. Zararı, yararı. Zararı, yararı demiyoruz. Zararı, yararı. Hem bunun için gelmedim deyip soluğu annesinin yanında aldı ve Kamuran Hanım'a bütün olan biteni anlattı. Kamuran hem hanımefendilerin kullandığı hem beyefendilerin kullandığı isim. Kalan detayları da annesinden aldı tabii. Mahalleye yeni bir aile taşınır da konu komşu en ince detaydan haberdar olmaz mı? Detaydan Kızın ismi haberdar Billur. olmaz mı? 20 yaşında. Kızın İstanbul ismi Billur. Üniversitesi'nde